Assalomu alaykum. Otabek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu yangi mototsikllarmi deyman? Korxonamizda qilingan bir innovatsiya desak ham bo'ladi. Hozirda shunaqa mototsikllarga ayrim katta tashkilotlardan zakazlar tushyapti. O'shalarning zakazlari bo'yicha, texnik talablari bo'yicha ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Sizlar demak, tashkilotlar, zavodlar, katta korxonalar uchun alohida maxsus mototsikllar ishlab chiqarasizlar. Korxonamiz 20 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsa agar, hozirgi kunda juda ham ko'p modellar qo'llarimizdan o'tgan. Ushbu modellarning ayrimlari o'sha korxonalar uchun maxsus ishlab chiqarilgan mototsikllar hisoblanadi. Nimaga deganda hozir juda ko'p korxonalarga mototsikllarga talab katta bo'lyapti. Ayrim korxonalar bor, masalan, obodonlashtirish bor, katta zavodlar bor, davlat korxonalari bor, keyin yana частный tashkilotlar bor. O'shalar uchun maxsus ularning o'sha mutaxassislari bilan ularni o'sha talablariga asosan mototsikllar ishlab chiqarishni ham boshlab yuborganmiz. Ancha yillardan beri boshlab yuborganmiz va ko'plab tashkilotlar hozirgi kungacha bizlarning mototsiklarimizdan foydalanib kelishmoqda, Otabek aka. Agar sizning tashkilotingiz yoki korxonangiz uchun maxsus mototsikl kerak bo'lsa, yuk tashuvchi mototsikl kerak bo'lsa, Eldoshga murojaat qiling. Xo'p, buni obzorini ko'rsak, bu nima uchun moslashgan, nima maqsadda ishlab ushbu mototsiklimiz yaqinda ishlab chiqarilgan modellarimizdan biri hisoblanadi. Eldosh elektrli mototsikli, samotsval variant, 1 tonnagacha yukni 80 kilometrga o'sha bemalol olib borishga mo'ljallangan mototsiklimiz. Bu mototsiklimizning asosiy vazifasi bu o'sha shaharimizdagi chiqindilarni tashish uchun mo'ljallangan. Ko'plab masalan katta tashkilotlarning katta Isuzu'larida hozir musorvozlar bor-ku, ular hozir kirib bora olmagan joylardan bu mototsikllarimiz bemalol borib, chiqindilarni tashib chiqmoqdalar hozirgi kunda. O'shaning uchun iminoy qilib ishlangan modelimiz bu. Xususiyatlarini ko'rsak, bitta tushuntirib. Mototsiklimizning asosiy xususiyati bu ekologik toza, ya'niki elektrli mototsikl. Bizlarga berilgan o'sha tashkilotimizning zakazi bo'yicha ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Mototsiklimiz bu ekologik toza, elektrda ishlaydi. Boyna aytib o'tirganimizdek, mototsiklımizda 72 volt va 100 amperli akkumulyatorlar o'rnatilgan, 2,5 wattlik dvigatel ham o'rnatilgan va mototsiklimizda ko'rib turishingiz mumkinki, samotsval ham joylashtirilgan. Mototsiklimiz bemalol o'sha chiqindilarni solgandan keyin oborib, o'sha to'kiladigan joylarda samotsval variantida oborib to'kilishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin ishlashini. Tushunarli. Bu tok variant. Bu elektrli varianti. O'sha yana bir mototsiklimizning asosiy xususiyatlaridan biri o'sha chiqindilarni joylash vaqtida chiqindilarni kuzovni ichida tekis saqlanishi uchun va ixcham bo'lishi uchun press moslamasini ham Press moslashgan. Albatta, uni ko'rib o'tirishingiz mumkin. O'sha chiqindini solgandan keyin mototsiklning orqa qismiga bemalol presslab chiqindini ko'proq ketishini unaqa qilish ta'minlab beradi mototsiklimiz. Xo'p. Tushunarli. Salonida ham ancha qulayliklar bor, ko'ryapman. Saloni o'sha kuzda ham, qishda ham, yozda ham, bahorda ham bir xil o'sha atmosferani berish uchun, xuddi o'sha mijozlarimizni xuddiki bir mashinada maza qilib yurishlari uchun ta'minlash maqsadida o'sha kabinali qilib qo'yganmiz. Mototsiklimizning salonni ko'rishingiz mumkin, juda bir ixcham holatda. Xo'p, bu tok variant. Unisi ham tokmi? Yo'q, bu mototsiklimiz o'sha masalan 2 tonnagacha yukni ko'tarish uchun mo'ljallangan benzinli varianti. Ushbu mototsiklimizni ko'rib turishingiz mumkin. 200 lik radiatorimizning platformasida joylashtirilgan. 1,5 tonnadan 2 tonnagacha yukni bemalol ko'tarib boradi va uzoq joylarda yurish uchun benzinli variantini ham ishlab chiqarib berganmiz. O'sha masalan shaharda yursa agar 80 kilometrdan keyin mototsiklimizni zaryadga qo'yish kerak. Bu mototsiklimizda esa xohlagan joyda, xohlagan paytda chiqib borib, mototsiklga benzinni solib bemalol yurish uchun mo'ljallangan. Ushbu mototsiklimizni ham xudoy mahsul tanlamas kabinali qilib qilganmiz. O'sha yuqorida aytib o'tilgan modellarimizga ko'rsatganimizdek bir ixcham, bir yaxshi bir kabinadan qo'yganmiz. Mototsiklimiz kechga ko'rinib turishi uchun unga migalkalarni ham o'rnatib berganmiz. Sirenalar ham bor. Sirena emas, endi u sirena maqsadi uchun emas, bu endi o'sha громкоговорительный maqsadi uchun qo'yganmiz. Masalan, ko'rishingiz mumkin. O'sha tashkilotimiz masalan kechga yurganda chiqindi texnikasi keldi deb o'sha odamlarni ogohlantirish uchun ham громкоговорительlar qo'yganmiz. Lekin sirenasi ham bor edi bir zerikkan vaqtda bosib berish uchun. Tushunarli. Mototsiklimiz
1,5 tonnadan 2 tonnagacha bo'lgan yukni oladi deb aytdik. Ushbu 2 tonnagacha bo'lgan yukni 100 kilometrga 7-8 litr benzin xarajati bilan bemalol olib borishi mumkin. Mototsiklimiz katta yuk mashinalariga nisbatan ancha bir ekonom variantda ishlab chiqarilgan. Ham qulay, ha. Xuddi shunday bizlarga masalan ko'plab tashkilotlar ham murojaat qiladi va xuddi shu modellarimizga o'xshab qolgan tashkilotlarimizga ham ularning zakazlaridan kelib chiqqan, talablardan kelib chiqqan holda bizlar bemalol o'sha ishlab chiqarib berish xususiyati istalgan nima bo'lsa, yuk tashish uchun mototsikl kerak bo'lsa, yuk tashuvchi mototsikl. Yuk tashish bo'yicha xohlagan turdagi, tipdagi transportlarini o'sha 3 oyoqli mototsiklning platformasiga bizlar yasab, ularning zakazlarini qilib berishimiz mumkin. Tushunarli. Bizlarga hozirgi kunga qadar o'nlab tashkilotlar bilan ishlaymiz. Masalan, eng yaqinda tugatganimiz g'isht zavodlari uchun qilib bergan elektrli mototsikllarimiz. Masalan, ular aytishadiki, aka bizlarga uzun bo'lishi kerak, enli bo'lishi kerak. O'sha pechkaning ichiga g'ishtlarni kirgizib chiqarish uchun. Yoki masalan, paxta treslar uchun bizlar mototsikllar ishlab chiqarganmiz. Ularga ham xuddi shunday elektrli mototsikl bo'lishi kerak, sababi u yerda chaqnash, o't chiqishi xavfi borligi uchun ularga ham elektrli mototsikllar ishlab chiqarganmiz. Ularning ham kuzovi, ularning zakazlari bo'yicha ishlab chiqarganmiz. Yoki masalan, o'rmon xo'jalik tashkilotlari bor. O'rmon xo'jalik tashkilotlariga ham aynan shu kuzovini o'zgacha qilib berganmiz. Hozirgi kungacha juda ko'p korxonalar bilan sherikchilik asosida ularning mutaxassislarining fikrini o'rgangan holda, ularning talablaridan kelib chiqqan holda juda ham ko'p mototsikllarni qilib berib kelmoqdamiz. Zo'r ekan. Rahmat. Otabek aka, katta rahmat. Mayli xo'p. Bizning sahifamizga obuna bo'ling va sizning korxonangiz yoki tashkilotingizga maxsus yuk tashuvchi mototsikl kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.